Ikkinchi patsient Kamzani transvaginal funksiyalarini tugatdik. Tojikistondan murojaat qilganlar. Birlamchi bepushtlik. Birinchi programmadan 3 ta tuxum hujayra olganmiz. Ikkinchisida 2 ta o'sib chiqdi. Lekin bitta tuxum hujayra chiqdi. Hozir ko'ramiz yetilgan bo'lsa, bugun eritib muzlatamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Tuxum udonlar zaxirasi keskin kamayib ketgan va oyma-oy faqatgina bittadan yoki ikkitadan olishga imkoniyatimiz bor. Shuning uchun bu tashxis qo'yilganda tezroq harakat qilib, tezroq reproduktologga murojaat qilib, tuxum hujayralarni turmush qurmagan bo'lsanglar muzlatib qo'yinglar. Turmush qurgan bo'lsanglar embrion holatda muzlatishni tavsiya qilamiz. Chunki embrion holatda muzlatilganda embrionlar 99% holatda yaxshi erib chiqadi. Ikkinchi o'rinda spermatozoidlar sperma yaxshi eriydi va uchinchi o'rinda tuxum hujayralar eriydi. Muzlatilgan tuxum hujayra 100% eriydi va urug'lantirishga layoqatli bo'ladi degani emas. Shuning uchun qancha ko'p tuxum hujayra bo'lsa, shuncha shans katta degani. O'zimizga omad tilaymiz inshaalloh.